Marmar balandligi olmish, 1 metri 270 mingdan bo'lyapti. Ha, buni rashka varianti ham bor, ha? Rashka varianti ham bor, o'zi ichki rashka yaxshiroq mustahkam bo'lib chiqadi. Shunisi qulayroq, bu ishga yarashib turadi, kattaroq. Assalomu alaykum, Hunarmand TV a'zolari va YouTube tomoshabinlari, azizlar, bugungi videomizda Qashqadaryo viloyat o'sha Kasbi tuman Qoratepada yana bir obyektimizni ustalarimiz tugatishdi. Hozir batafsil ma'lumot aytib o'tib ketamiz. Bundan avval kanalga muhim bo'lganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Like eslatib qo'ysangiz fikrlanib ketamiz. 1-aprel bugun 2026-yil. Azizlar, bu 80 kvadrat bo'lgan joy fasad qismi tugadi. O'sha 7 kun, ya'ni 1 hafta davomida ustalarimiz terib berishdi. Hozir bu 140 mingdan bo'ldi narxi. 140 mingdan usta haqqi bo'lgan mana shu fason va 170 minggacha o'sha fasonga qilinadigan ishga qarab terib berish ekan. Hozir bu qayerda g'ishdi deb razmerlarni aytaylik. Kitobda g'ishi, razmer nechida? 25 ga 6,5. 6,5 25 lik g'ishimiz. Hozir yaqindan ham ko'rsatamiz. Mana atkoslarni ham chiroyli qilib o'sha marmarlar qo'yib berishgan. Hozir bu marmarlar aniq qilib sotib olinadi. Ha, hozir 140 mingdan demak Ablisovga terib berishgan. Hozir uyushtirish qo'lam yo rashbga bilan? Bo'ldi? Ichki rashka bo'lgan. Ha, ichki rashbga. Shunaqa variant ham bor ekan. Oldin ko'p video chiqaraylik. Mana bu qora rang berib, shu chiroyli qilib berishgan. Bu uyushtirish qo'l ekan. Demak, ma'lumotini aytib o'tdik. 1 kvadratga uy egasi qanchadan olgan masalan? Donami qanday hisoblanadi? 1 kvadratga 52 ta ketadi. 52 ta ketadi kvadratga. 52 ta ketayotgan. Hozir qanchadan olishgan? Aka, bu uy degan 2 mingdan, ha? 2 mingdan Qashqadaryo bo'yicha bo'ladigan bo'lsa 2 mingdan kelib tushadi. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon raqam qo'yamiz. Hozir batafsil obzor qilamiz. Mustafa kelaverasiz. Sekin. Mustafa o'zlari ham yordam beryapti. Mikrofon to'qib qo'yaman. Qo'shimcha ma'lumotlarni olamiz. Hozir 140 mingdan mana shu fason terildi, ha? Ha, shunday. 140 mingdan terilgan bo'lsa, masalan, qayergacha o'sha zakaz ola olasizlar? Bemalol aytsangiz bilan. Hozir 12 ta viloyatdan ko'rishadi bizani. O'sha Qashqadaryo ham, masalan, Surxondaryo ham qayergacha Qashqadaryoga ola olamiz-da. Hozir zakazlar hozircha Qashqadaryo o'zi, ha, zakazlar. Qashqadaryoning o'ziga. Qashqadaryo o'zi bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Imkon qadar boshqa viloyatlarga ham o'sha xizmat ko'rsatishga vaqtga qarab. Keyin marmarlarni ham aytib o'taylik, bitta ma'lumot beraylik. Bemalol borib ko'rsataverasiz yaqinni. Men bu yoqdan olib turaman. Marmarlar qanchadan terildi, qanchadan tushdi uy degasi o'shani ham aytib o'tsangiz. Marmar balandligi olmish, 1 metri 270 mingdan bo'lyapti. Ha, olmishiga 270 mingdan, ha? Xizmat haqi ichida. Ha, uy degasi qum, kilik olib beradi. Sement, qum, kilik, sement olib berishadi. Marmar fasga ochilgan keladi. Usta haqqisi ichi 270 mingdan, ha? Ha, shunday. Narx shunday ekan. Bu mana bu nima deysiz? Atkosdagi marmarlar ham alohida hisoblanadi. Ha, bular alohida. Biz qo'yib bitirib berib ketamiz. Mana kesib, taxlab beradi, qo'yib. U xizmatda ichida bo'ladi, u g'ishti. Ha, g'ishti ichida bo'ladi. Hozir 140 mingdan 170 minggacha. Ha, shunday. O'sha fasonga qarab ter berish ekan. Nasib bo'lsa murojaat qilaverasizlar. O'sha Qashqadaryo bo'yicha bo'ladigan bo'lsa juda ham qulay bo'ladi. Kasbi tumanida bo'ldi. Buni rashka varianti ham bor, ha? Rashka varianti ham bor, o'zi ichki rashka yaxshiroq mustahkam bo'lib chiqadi. Shunisi qulayroq, bu g'ishga yarashib turadi-da, kattaroq g'ishda bu. Ha, tushunali. U nimasidan farq qiladi? Kichkina g'ishga qilinadimi обязательно? Ha, u Samarqanddagi, endi bu kitob tikish uchun bu ichki rashka qilinadi-da. Ha, bu razmer kattaroq, kattaroq, oldingi xunukroq bo'lib qoladi-da. Ha, oldingi g'ishlarni tushiraylik, razmer sal kichkina edi. Kattaroq g'ish ekan. Buni ranglari ham bormi yo faqat shunaqa rang? Har rangi bor. Bunda atkosga alohida, uy egasiga qarab, nimasiga qarab olinaveradi-da bu. Ha, o'sha katalog ko'rsatiladi, o'shaga qarab rang tanlanar ekan. Shunday. Mana ko'rib turibsizlar, nasib bo'lsa bugun tugadi bir hafta davomida. Faqat fasad qismi, ha? Fasad qismi. Fasad qismini qilib berishdi. Telefon raqamini qo'yamiz. Shu Telegram raqamini bersangiz, oldin ham telefon raqam beruvdik. O'sha obunachilarimiz yozishdi. Imkon bo'lsa Telegram raqam bersangiz, aloqaga chiqishadi nasib bo'lsa. Yana qanday ma'lumotlar aytsa bo'ladi, sho'rlashini aytib o'tganmiz. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Hech qanday muammo savol beradi. Shu holatga qoladi. Ha, bu ha? Unaqa narsa bo'lmaydi, sho'rlash. Hozir mos sho'rlash mumkin, unday ko'p Samarqandga sho'rlamaydi-da bu. Ha, tushunarli. Asosiy nimadan bo'ladi? Suvdanmi, qummi, sementmi? Qumdan, suvdan, keyin sho'ri chiqadi-da, orqasidagi sho'rlarni chiqarib tashlaydi. Keyin qurib o'z holiga keladi u. Ha, bo'ldi. Bir sezon tursa bo'ldi.
Ha, bir sezon Nasib tursa, etsa bir oy, 2 oyda yo'q bo'lib ketadi. Ha, tushunadi. Usta akamizga aloqa chiqib ko'rasizlar. Hozir terib bo'lib mana chiroyli qilib qo'yishibdi. Qo'llar dard ko'rmasin, murojaat qilaverasizlar. O'sha Telegram nomeringizni berasiz. Aloqa chiqib ko'rishasiz. Biz Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha usta akamizga mana.